Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlari. Ko'pchilik kanalimiz so'rab turgan 17 ot kuchli benzinli 360 gradusga buriladigan TX motorlarimizda yangi partiyasi kirib keldi. Hozir ular qisqacha ma'lumotini hamda narx-navosini o'tib ketaman. Kimga kerak bo'lgan bo'lsa, ekran pastda nomerlarim bor. Aloqaga chiqib ko'rasizlar. Xo'p, endi akalar buni o'zim bitta ishlatib ko'rsatib beraman. U holda akalar videomizni boshladik. Ruslarga kerak kalitda yanturash yurib beradi. Aytganda kalitda yanturash yurib beradi. Kerak gap boshlar sadari yana salomlar. Yana mana bitta bo'lsa kela ishlashlarni ko'rdan ishlashga mutlaqo gap bo'lish mumkin emas. Xo'p, endi buni ma'lumotini boshladim. Yuqori turlari biznes moklar 5 litrli bu avtomobilimiz original 17 oshli TX Germaniya texnologiya asosida ishlab chiqarilgan motorimiz bular. Oldida esa juda ham chiroq qilib ishlangan LED faralar mavjud. LED faralar sizga tunda ishlashingizga yordam beradi. Xo'p, g'o'zliqlar esa Mustang filtr qilib ishlangan. Xohlaganlarga zavodni orqali, xohlaganlarga ko'rsatib o'tganda aytib o'tdim. Kalitda yan tortga yurib bera oladi burashingizga. Xo'p, balonlar o'zining kattakon 612 shiroki balonlardan qo'yib ishlangan. Xo'p, rullari juda ham uzun qilib ishlangan varianti bo'ladi bu. Orqasida qishloq xo'jalik va qishloq xo'jaligiga rodinkaskiga jatka matlarni ustiga qilaverasizlar. Xo'p, korobka bastonidagi muslarni ko'rsatib qo'yamiz. Juda ham kattakon muslardan qo'yib ishlangan. Shu joyda qo'shimcha shestran olgani uchun. Xo'p, satelit vazifasini ko'rsatib o'tdim. Yurgizayotganda o'zim minayotganda mana shunday burilishingizga osonroq vazifa bajarib bera oladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran pastida nomerlarni qoldirdim. Aloqaga chiqaverasizlar. Undan keyin xuddi shu TX motorimiz, lekin buni boshqacharoq varianti bo'ladi. Bu ko'rganlarda bu ham xuddi shu bir xil motorlok bo'ladi. Ikkalasi ham varianti bemalol beraveraman, lekin vaqtimiz ketib qoladi. Videomiz son chegaralangan. Kimga kerak bo'lgan bo'lsa, ekran pastda nomerni qoldirdim, aloqaga chiqaverasizlar. Xohlaganlarga 7 ot kuchli TX, xohlaganlarga 17 ot kuchli. Endi akalar 17 ot kuchli bitta ishlashni ko'rdingiz. Endi esa mana shu 7 ot kuchli bitta ishlashni ko'rib olamiz. Manzilimizni aytib ketamiz undan oldin. Manzilimiz Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni bilan. Kimga kerak bo'lgan bo'lsa, ekran pastda nomer qoldirdim, aloqaga chiqaverasizlar. Endi akalar buni ham ishlashni ko'rasiz. U holda videomizni boshladik. beradi akalar. Xo'p, ya ikki soatga faqatga to'g'ri bo'lsa, fres ko'rsatib beramiz. Ojiz mutlar. Mana o'zi o'zga bemalol yurib keta oladi. Ko'rishlarga xo'p, pres ko'rsatib beramiz.
ko'rsatdi, hatto o'z yangi uzib berdi. Video boshida aytdi, va'da tekinga kulishni olib beraman dedim.